Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa ham navbatdagi usturovka jarayonlaridamiz. Ozgina obzor qilib o'tamiz. Xudo xolasa mana bu yerda Xo'p, EKBN brendidan bitta rom, ikkita porchka yasab berganmiz. Inshaalloh bu yog'ini ham sekin boshlaymiz. Hozircha ikkita xonasini tuzib turibmiz. Xo'p, oynalarimiz paket. Xo'p, seriyaga oq bo'ladi. Mana xudo xolasa hali o'rnatilgan yo'q. Qorong'i tushmasdan oldin olyapman. Uyni fasollarini ham o'ta go'zal qilib qilishgan ekan, e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, bu yerda alyumindan bitta rom, ikkita porchka, ikki MDF eshiklar qilib berganmiz. Ko'rsatib o'taman uni ham. Ko'rishinglar mumkin. 08 dan endi qorong'ida yaxshi ko'rinmayapti uzr lekin. Xo'p, bu yerda romimiz ham bor. Bu yerda ikki qanotli eshik, bir qanotli eshik, bitta romimiz bor. Bu 08 dan bo'lgan. Germetiklangan, ishlarimiz garantiyasi bor. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar, sog' bo'lasizlar.